Loyiha Usmonov Bank hamkorligida Surxondaryo viloyati Sariyosho tumani Bo'yrapo'sh mahallasida joylashgan 636 konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda Sibir navli piyoz ekini ekilgan. Ushbu konturning umumiy maydoni 6,5 gektar tashkil qiladi. Uzunligi 800 metr, eniga 500 metr atrofida chiqadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar pishib yetish arafasida turibdi. Ekinlar yetishtirish muddati 6-7 oy davom etadi. Yetishish jarayonida sug'oriladi, begona o'tlardan tozalanadi, zarar kunandalardan himoyalanadi va mineral o'g'itlar bilan ta'minlanadi. Ushbu loyihaga 16 ta dehqon xo'jaligi beritilgan. Har bir dehqon xo'jaligi uchun o'rtacha 25 sotikdan yer maydoni to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Assidin Agro Export MChJ biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har gektardan 80 tonna jami 960 tonna hosil olish rejalashtirilgan. O'rtacha 1 gektardan 220 million so'm daromad olish kutilmoqda. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham daromadli ekin ekishlari ta'minlanadi.